Assalomu alaykum. Bugun oltin gugurt 4 oksid haqida gaplashamiz, uning olinishi va kimyoviy xossalari haqida ko'rib chiqamiz. Va oltin gugurt 4 oksid haqida yozishdan oldingi safargi videomizda oltin gugurt mavzusida qolib ketgan bir reaksiya bor ekan, o'shani hozir yuqoriga yozib qo'yay. Demak, qora porox reaksiyasi qolib ketgan ekan. Endi sertifikatda tushadimi yo'q bilmadim. Ba'zi masalalarda bu tushib qoladi. Demak, qora porox reaksiyasida oltin gugurt, kaliy nitrat va uglerod reaksiyaga kirishadi. Natijada demak, karbonat angidrid, kaliy sulfid va azot hosil bo'ladi. Endi bugungi ko'radigan reaksiyalarimiz haqida gaplashib o'tamiz. Oltin gugurt 4 oksidi hosil bo'ladigan reaksiyalar olinishi deb qo'ya qolaman. Mana shu reaksiyalarda hosil bo'ladi ekan. Birinchisi, oltin gugurtga kislorod qo'shamiz. Demak, oltin gugurt 4 oksid hosil bo'ladi. Bu yerda kislorod kam bo'ladimi, ko'p bo'ladimi farqi yo'q. Oltin gugurt 4 oksidi hosil bo'ladi va qachon oltin gugurt 6 oksid hosil bo'ladi? Qachonki kitobni o'qiganlar biladi. Katalizator bo'lsa, katalizator ikki xil katalizator qo'llangani kitobda yozilgan. Birinchisi vanadiy 5 oksid. Bu yangi Phillips usuli bo'yicha, ikkinchisi nitroza usuli bo'yicha unda katalizator azot 2 oksidi bo'lgan. Bu haqda ham keyinchalik gaplashib o'tamiz. Demak, keyingi reaksiya natriy sulfid, umuman sulfid kislotani tuzlariga birorta kislota qo'shib, misol uchun xlorid kislota qo'shsak, sulfid kislota hosil bo'ladi, lekin u beqaror parchalanib ketadi. Oltin gugurt 4 oksid, natriy xlor va suv hosil bo'ladi. Demak, keyingisi oltin gugurt 6 oksidini parchalab, demak buni parchalasak, oltin gugurt 4 oksid hosil bo'ladi va kislorod hosil bo'ladi. Bundan keyingi reaksiya natriy tiosulfatga, bunga ham xlorid kislota qo'shib, demak natriy tiosulfatga xlorid kislota qo'shsak, o'zi tiosulfat kislota hosil bo'ladi deb yodlab qolsangiz ham bo'ladi. Oldin ham ko'rganmiz oltin gugurtni olinishda va o'sha tiosulfat kislota oltin gugurt SO2 suvga parchalanib ketadi. Demak, oltin gugurt, natriy xlor va suv hosil bo'ladi ekan. Demak, keyingisi piritni kuydirib, bu demak juda ham ko'p. Demak, hozirgi kunda oltin gugurt 4 oksid olinishining usuli hisoblanadi. Sulfat kislota olinadi bu yoqda. Keyinchalik oltin gugurt 4 oksididan oltin gugurt 4 oksid va temir 3 oksidi hosil bo'ladi. Xo'p, keyingisi o'zi nafaqat piritni, balki boshqa sulfidlarni ham kuydirsak, xuddi shu narsa bo'ladi. Demak, oltin gugurt 4 oksidi va metal oksidi hosil bo'ladi. Bundan tashqari sulfid tuzlarini parchalab, misol uchun kalsiy sulfid sulfidlarni parchalab, demak oltin gugurt 4 oksid chiqadi va metal oksidi hosil bo'ladi. Keyingisi, endi vodorod sulfidni yoqish qolib ketgan ekan, o'shani ham aytib o'taylik. Demak, vodorod sulfidni mol miqdorda kislorodda yondirsak, mol miqdorda, ko'p miqdorda oltin gugurt 4 oksidi va suv hosil bo'ladi. Undan keyingisi, birorta metallarga konsentrlangan sulfat kislotani qo'shib, misol uchun biz ko'p ko'radiganimiz misni o'zini konsentrlangan sulfat kislota bilan reaksiyasi natijasida. Demak, SO2 hosil bo'ladi, mis 2 sulfat hosil bo'ladi va suv hosil bo'ladi. Endi ba'zi metal maslarni, misol uchun oltin gugurtni sulfat kislota bilan reaksiyasi natijasida, demak konsentrlangan sulfat kislota bilan reaksiyasi natijasida oltin gugurt ham SO2 hosil qiladi, sulfat kislota ham demak qaytarilib SO2 hosil qiladi va natijada faqatgina SO2 va suv hosil bo'ladi. Buni oltin gugurtni kimyoviy xossalarida ko'rib o'tganmiz. Endi uglerodni o'zini konsentrlangan sulfat kislota bilan reaksiyasi. Demak, bunda ikki xil gaz chiqadi. Oltin gugurt 4 oksid
karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi. Bundan keyingisi fosforni, misol uchun sulfat kislota bilan reaksiyasi. Adashmasam bu DTMda ham bor edi. Shunga oid, shu reaksiyaga oid masala. Demak, oltin gugurt toroksid chiqadi, fosfat kislota chiqadi va suv ham hosil bo'lar edi. Adashmasam. Endi yana bir reaksiya 9-sinfda mis1 sulfidni o'zini, ya'ni yerdan qazib olingan mis1 sulfidni o'zini kislorod ishtirokida oksidlasak, bu yoqda oldingi reaksiyalar, oldingi videomizda ham aytdim, adashmasam kislorod bu yoqda kam miqdorda bo'ladi. mis1 oksid va oltin gugurt 4 oksid hosil bo'ladi. Xo'p, endi rangini shuni to'g'rilab olaylik. Xo'p, endi keyingisi mana bu olinadigan mis1 oksidni o'ziga yana mis1 sulfidni ta'sir ettiramiz. Natijada oltin gugurt 4 oksidi va mis hosil bo'ladi. Bu misni olinish reaksiyasida bor edi, ha? Va bundan tashqari oldingi videomizda oltin gugurt mavzusida qolib ketgan reaksiyamiz oltin gugurtni o'ziga xrom 6 oksidini qo'shamiz. Natijada bu yoqda oltin gugurt 4 oksid va xrom 3 oksidi hosil bo'ladi ekan. Bo'ldi, yana qaysidir reaksiya qolib ketgan bo'lsa, ismi kelmadi. Agar yana ism kelib qolsa, videoni izohiga, ya'ni kommentariyasiga qadab qo'yishim mumkin. Xo'p, endi oltin gugurt 4 oksidni kimyoviy xossalariga o'tamiz. Oltin gugurt 4 oksid bilasizlar, oksid va bu kislotali oksid bilamiz, achchiq hidli, o'tkir hidli, zaharli gaz hisoblanadi. Endi bu kislotali oksid eng ko'p ishlatiladigan reaksiyasi o'zi sulfat kislota olish uchun ishlatilsa, oltin gugurt 4 oksidga demak kislorod qo'shamiz vanadiy 5 oksidi ishtirokida. Buni vanadiyni okso tuzi ham ishlatilishi mumkin. Bu yerda farqi yo'q. Vanadiy 5 oksidi yozilgan kitobda o'shani ishlatib ketsangiz bo'ladi. Demak, vanadiy 5 oksidi ishlatilsa, oltin gugurt 6 oksidi hosil bo'ladi ekan. Endi bu reaksiyani katalizatorni o'zgartirib, yana shu mahsulotni olsa bo'ladi. Bu eski usuli oltin gugurt 4 oksidga kislorod qo'shamiz. Azot 2 oksidi ishtirokida. Natijada oltin gugurt 6 oksid hosil bo'ladi. Xo'p, agar reaksiya mexanizmini so'rayotgan bo'lsangiz, o'zi azot 2 oksidi birinchi navbatda azot 2 oksidni o'zi kislorod bilan reaksiyaga kirishadi, azot 4 oksidi hosil bo'ladi. Keyin mana shu azot 4 oksid oltin gugurt 4 oksid bilan reaksiyaga kirishib, demak oltin gugurt 6 oksid va azot 2 oksidi hosil bo'ladi. Ya'ni bu yoqda hozir katalizator. Katalizator nima edi? Reaksiya boshidagi miqdori reaksiya oxirida ham o'zgarmay qoladi. Ya'ni o'zi reaksiyada qanchadir miqdor sarflanadi, lekin umumiy miqdori boshlang'ich va oxirgi holatga qarasangiz o'zgarmagan bo'ladi. Misol uchun boshida 1 mol azot 2 oksid olingan bo'lsa, oxirida ham reaksiyada 1 mol azot 2 oksidi olinadi. Ya'ni umumiy miqdori o'zgarmaydi, kamayib yoki ortib qolmaydi. Demak, bu nitroza usulida oltin gugurt 6 oksid olish. Bu kontak apparatida edi, birinchisi. Endi oltin gugurt 6 oksidni o'zini biz ko'rishimiz kerak. Kislotali oksid deganimiz uchun asos yoki asosli oksidlar bilan reaksiyaga kirishadi. O'shani ham aytib o'tib ketaylik. Kimyoviy xossalar. Demak, oltin gugurt 4 oksidi metal oksidi, misol uchun kalsiy oksidi bilan reaksiyaga kirishadi. Kalsiy sulfidni hosil qiladi. Yoki bo'lmasa birorta ishqor bilan, ya'ni asos bilan ham reaksiyaga kirishishi mumkin. Oltin gugurt 4 oksidi, misol uchun natriy gidroksid bilan reaksiyaga kirishsa, hosil bo'ladi natriy sulfid plus suv. Endi bu ikki negizli kislota hosil qilgani uchun, ya'ni oltin gugurt 4 oksidi ikki xil reaksiyaga kechishi mumkin. Agar natriy OH kam miqdorda bo'ladigan bo'lsa, natriy gidrosulfid ham hosil bo'lishi mumkin. Yo'q, suv hosil bo'lmaydi, yagona mahsulot chiqadi. Xo'p, endi yana bir muhim reaksiyasi bor edi.
oltin gugurt to'r oksidi bromli suvni rangsizlantiradi. Biz ya'ni organik o'qiganlar biladi, bromli suvni organikada arenlardan tashqari tarkibida pibog' saqlagan, uglerod o'rtasida pibog' saqlagan moddalar, ya'ni alkin, alkadin, ular bromli suvni rangsizlantiradi va SO2 demak bromli suvni rangsizlantiradi. Natijada sulfat kislota hosil bo'ladi va bramid kislota hosil bo'ladi. Endi oltin gugurt to'r oksid bu qaytaruvchi ham bo'lishi mumkin, reaksiyada oksidlovchi bo'lishi ham mumkin. Xo'p, endi agar qaytaruvchi bo'lsa, misol uchun birorta kuchli oksidlovchi kaliy permanganat bilan reaksiyasi, ya'ni buni har xil reaksiyalari bor-da. Misol uchun ba'zi masalalarda suvli muhit, ya'ni neytral muhitda oksidlanishi, ba'zi reaksiyalarda kislotali muhitda oksidlanishi bor. Demak, o'shalarni ikkalasini birgalikda ko'rib o'tadigan bo'lsak, xo'p, kislotali muhitda oksidlanishini bilamiz. Kaliy sulfat chiqadi, muhit sulfat, ya'ni muhitni beradigan kislotali muhit sifatida sulfat kislota ishlatilyapti. Shuning uchun o'sha muhitni tuzi chiqadi, ya'ni kaliy sulfat chiqadi, marganiz 2 sulfat chiqadi. Oltin gugurt to'r oksid oksidlanishidan sulfat kislota hosil bo'ladi va suv hosil bo'ladi. Endi neytral muhitda oksidlanadigan bo'lsa, bu adashmasam sertifikat kitoblarida bor edi. Demak, sertifikat kitoblarida mabodo agar tushgan bo'lsa, kimdir ko'rgan, kaliy sulfat hosil bo'ladi. Endi mana bu SO2 dan sulfat kislota chiqadi. Neytral muhitda o'zi neytral muhit deyishimiz qanchalik to'g'ri? O'zi bu reaksiyani tenglashtirib ko'rsangiz, sulfat kislota kerakdan ko'p miqdorda chiqadi, ya'ni muhitni kislotali qilib yuboradi. Natijada siz marganiz 2 sulfat hosil qilib ishlaysiz. Marganiz 2 sulfat, ya'ni eslab qolish uchun mana bu suv SO2 bilan reaksiya qilib sulfit kislota hosil qildi va kaliy permanganatni sulfit kislota bilan reaksiyasi. Bu yoqda hozir sulfit kislota ham qaytaruvchi bo'lyapti, ham muhitni belgilayapti. Demak, kislotali muhitda kaliy sulfat, marganiz 2 sulfat va sulfat kislota hosil bo'ldi deb ishlaysiz. Demak, o'shanda masalangizda javobi chiqadi. Azot to'r oksidligi bilan reaksiyasi ham bor edi. Oldin ko'rganimiz Nodirbek Ismoilov ustozimiz kitobida ham bunga oid, ya'ni bu reaksiyaga oid masalalar ham bor edi. Endi yana ko'rishimiz kerak, agar oksidlovchi bo'lsa-chi, oltin gugurt to'r oksidini o'zi misol uchun vodorod sulfit bilan reaksiya kirsa, biz ko'rganmiz bu reaksiyani, oltin gugurt hosil bo'ladi va suv hosil bo'ladi ekan. Endi misol uchun boshqa birorta oksidlovchi bilan reaksiyasi sizga bertoli tuzni olib qo'ygandim. Misol uchun bertoli tuzi bilan reaksiya natijasida nima hosil bo'ladi? Misol uchun suvli muhitda bu. Qarang, bertoli tuzining oksidlovchiligi haqida oldin gaplashgandik. Bertoli tuzi mana bu yerdan ajraladi. Ya'ni mana shu kislorodning o'zi oksidlovchi vazifasida keladi. Bu yoqda hozir aniq chiqadigan mahsulotimiz kaliy xlor chiqishi aniq va suv, kislorod, SO2 hammasi nimani hosil qiladi? Sulfat kislotani hosil qiladi. Mana shu reaksiyani keyin o'zingiz tenglashtirib yozib qo'ying, chunki tushib qolishi mumkin. Umuman bertoli tuzi qaysidir reaksiyada oksidlovchi rolida kelsa, har doim shunday bo'ladi. Tarkibda kislorodni chiqarib yuboradi va demak kaliy xlor hosil bo'lishi deyarli ko'p reaksiyalarda aniq bo'ladi. Endi sulfit kislotani o'zini birorta oksidlovchi bilan reaksiyasi, ana shuni ham ko'rib o'tishimiz kerak edi. Misol uchun natriy sulfitni oladigan bo'lsak, misol uchun kaliy dixromat bilan reaksiyasi. Yuqorida endi kaliy permanganatni ko'rdik, endi kaliy dixromatni ko'rsak. Misol uchun sulfat kislota emas, H xlor deb oladigan bo'lsak, muhitni, ya'ni muhitni beradigan kislota sifatida H xlor o'zini oladigan bo'lsak, demak natriy sulfat bo'lib ketadi. Demak, xrom 3 xlorid chiqadi, kaliy xlor chiqadi va suv hosil bo'ladi ekan. Endi sulfit ioni borligini aniqlash uchun buni davriy sistema orqasida eruvchan jadvalga qaraysiz, qaysi biri bilan cho'kma hosil qilsa, o'shani olasiz. Misol uchun kalsiy bilan cho'kma hosil qilardi, bariy bilan cho'kma hosil qilardi, rux bilan cho'kma hosil qilardi va hokazo. Demak, qaysi biri bilan cho'kma hosil qilsa, ana shu reaktiv hisoblanadi ekan ushbu ion uchun. Shunaqa do'stlar, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.